Assalomu alaykum qarindoshlar, yaxshimisizlar? Uyg'ur erkiy qirg'inchilik uchrayotidi. Erkiy qirg'inchilik uchragan millat zimin da'vosi qiladi. Biz hech bo'lmaganda o'zimizdagi nima kerakligini biz shu ziminning egisi ekanligimizni o'zimi butun dunyoga anglitishimiz kerak. Facebook'dan bir unumlik tashviqot vositasi deb o'ylayman. Biz qo'limizdan kelganini qilsak bo'ladi. Cho'qim uyda o'ltiramsiz yoki nada qilsiz, besh bo'lmagan chog'da bir kishininki Facebook'ga kirib Xitoylarning g'ayri yozgan narsalarining ostiga bo'lsin inkos yoza olsangiz, ya ish bo'lmaganda g'azablanganligingizni bildira olsangiz, ashum bir cho'ng ish. Biz ziminning egisi bo'lganligimiz uchun erkiy qirg'inchilik uchrayapmiz. Biz ziminning egisi. Buni beshida o'zingiz tunishingiz kerak. Boshqalarga tunitish emas, beshida o'zingiz tuning, ondan keyin boshqalarga tunita olasiz. Rahmat sizlarga.